Sayohatga borish oson, ammo sizlarni u yoqda kim kutib oladi? Biz ilk gruppamiz bilan Sirli Qora dengiz loyihasi uchun yo'l oldik. Sayohat faqat samolyotga chiqqandan emas, balki birinchi qadamdan boshlanadi. Biz mijozlarimizni aeroportda ham, bagaj topshirishda ham, ro'yxatdan o'tishda ham, hattoki samolyotga kuzatishda ham o'zimiz ko'makdosh bo'lamiz. Batumi xalqaro aeroportiga ham uchib keldik. Ana endi mehmonxonaga borib joylashamiz. Batumi tongi dengiz manzarasi bilan qanday boshlanishini bilasizmi? Biz Batumidagi ilk sayohatimizni boshladik. Qamarjo'ba. Hozirgi ko'rib turgan qal'alarning nomi bu Gonyo Apsaris qal'asi 150-yilda rimliklar tomonidan qurilib, qamoqxona sifatida ish olib borgan. Ammo 7-asrga kelib turib bu joylarni Vizantiya zabt etgan, oxirgi bo'lib bu yoqni bosib olgan imperiya bu Usmonli imperiyasi bo'lgan. Ajjare tog'lari orasida shunday joy borki, uni nomi Maxunsetti deyiladi. Maxunsetti sharsharasi. Batumi faqat dengiz va tog'lar emas, adrenalin sevuvchilar uchun zipline bilan shug'ullansa ham bo'ladi. Ushbu turgan joyimizning nomi Qirolicha Tamara ko'prigi hisoblanadi. Kamida 150 yil, uzog'i bilan 200 yil oldin qurilgan masjid. Hozir sayohatchilarimiz bilan Ajare tog'ining uchidagi villaga kelganmiz. Kechki ovqatga. Hozir kutayotganimizda bu villaning egasi ismi Nodari tarixni aytib beradi. Marhamat. Oddiy turist emas, haqiqiy sayohatchi bo'lmoqchi bo'lsanglar, bizga murojaat qilinglar. Gruziyadagi bironta tur kompaniyalarda bunaqa gruziylarning xonadoniga olib kirib, ularning sharoitlarini, yashash joylarini, bunaqa bir mehmondorchiliklari yo'q. Bironta bunaqasi yo'q. Faqatgina bizning kompaniyamizda bor bunaqa turlarimiz. Qarang, mana ham 93 yosh. Opamiz 90 yoshlar. Yaqinda yubileylari bo'ldi. Ana xonadonlarga kelib, gruzincha choylarni ichib mehmon qilishyapti. Hech qayerda bunaqa tur yo'q. Ichini, yuragini ko'rsatib beramiz. Qayerda bor shunaqa tur? Shofyorlarimiz azon aytadi, Gruziyada. Eshitdinglar? Masjidga kirib azon aytadi shofyorimiz. Bu vakatsiyamizda mana shu Yevroploshad. Bu yerdan bu stariy gorodni boshlanishi, bu yerda bir 15-20 minut fotosessiyalar bo'lgan yerdan keyin peshkom yurib, eski shahardan yurib, dalsha qolganlarni ko'rib yuramiz. Narigi bino Batumskiy morskoy vokzal. Bu hozirgi vokzal ishlamayapti. Oxirgi bo'tga portga kelgan layner 2023-yilda bo'lgan. Sirli